Mana Damas avtomobilini olib qoldik. Buni ancha og'ir darajada. Buni ham o'zini radnoy holatda chiqarib beramiz. Mana bu tomonlari zazorlari yopilib, eshikning zazorlari ham qisqarib ketgan. Buni o'sha o'zini zavodskiy holatda zazorlarni chiqarib, buni vakuum ishlarini o'zini sifatli darajada bitirib beramiz. Buni tayyor bo'lgan holatlarini ham keyin videoga joylaymiz. Betlarga tekkizib kraska. Da cho'tkan olib tekizamiz. Ishga bermaydi. Damazimizni ham yakunlab qo'ydik. Ertaga yig'ib beramiz buni. Mana zazorlargacha chiqarib qo'ydik eshigini. Damazimizni ham ishlarni yakunlab oldik.